Voy. Ay, brat. Ma, uçarak koydum. Alo. Brat, kim bu? İyi. Ne? Alo. Oldu çumlarım bu telefonga. Alo. Alo. Kelmading-ku maktabga? Maktabga kelishing kerak emasmidi? Ustoz sizmisiz? Ha, Assalomu alaykum. O'zi boraman. Tezroq kel. Narsani, vazifani tayyorladingmi? Ha, bo'ldi, Bo'pti, qo'ydim. Voy, jinarsan. Oh. 23 kiyimlar, bugungi fan. Aha. Qog'oz, ig'vochdan. Jinarsan, ustoz kuttiring. Voy. Alo. Kitoblaringni olib keldingmi? Kiymadim hozir, mana sovuqman. Kiyimlarimni kiyaman, urmay turing endi bilan. Xo'p, ovqatlanib kel. Yuzingni choy. Bo'lmasa, ishingda o'tira olmay qolamiz. Xo'p. Hamma qizni ulashyapti. Tezroq kel. Bo'ldi. Voy, bugun ingliz tili, Alo, mana boryapman, mana qo'ydim. Assalomu alaykum. Ha, nima? O'zi boraman, ustoz bo'ldi. Bugun 3 soat o'tamiz. Tushundingmi? Tezroq daftaringni tashlab kel. Ingliz tili o'tmaymiz. Xo'p. Daftaringni ham, tushundingmi? Xo'p. Tezroq bo'l. Xo'sh, 3 fan ekan, yaxshi. Ay, jinarsan, ustoz. Men Abrarman. O'rtoq, kelyapsanmi? Voy, Avro, hozir sen ham bordingmi? Ha, men kim bo'ldim? Ha, bo'pti, Hozirgina bordim. Eshikni Hozir. sirtida o'tiribman. Turibman. Mana kirdim. Assalomu alaykum ustoz. Bo'ldi, qo'ydim. Dada, assalomu alaykum, men ketdim o'qishga. Xo'p, o'qilib. To'xtab tur. Pulab ketasan meni. Mana bormanda. Olmaz olib ketasan. Bitta olmaz. Bitta olmasa. Do'stlaringga ko'rsatasan. Menda olmaslarni. Xo'pmi? Xo'p. Xayr. Eshikni baklab. Xayr. Jinarsan, kechga qoldim. Bu kim ekan? Bo'pti, hozir ustozdan so'rab olaman. Voy, blat. Tak. Kiraver. Assalomu alaykum. Keldingmi? Joyga o'tir. Xo'p. Qancha? Bugun nisboniy tarbiyani olib keldingmi? Qorada. Senga bitta qiz topib qo'ydim. Sizdan kulyapsizmi siz? Xo'p, hazırlashdim. Bo'pti. Tezroq joyga o'tir. Ig'vochdan tayyorlab kelgandim. Qani ko'rsat. Rasmda o'zimizning xarita kichkina shaharchamizni qurdim. Yasadim. Xo'p. Mana u kichik uy nima bu? Etajning bu yog'indagi, maktabning yonidagi. O'mi? Yangi prezident kelyapti-da. Zo'r-ku, bo'ldi, davay. Darsingizni tayyorlab zo'r qilsam, matematikani tayyorladingmi? Yo'q. Tayyorlar, aytib turaman misollarini. Bo'pti, men tayyorlab ber. Bo'ldi hozir. Mana senga mapni bos. 2 qoshiq 2. Teng 3. 3 tepa 4. Xo'p. 55 ni 5 ga bo'lsang 11. Teng 11. Kreativ map. Nima? Bo'pti, davay. Daftarni shu yerga qo'yib turaman. Deyarli ozgina qoldi, yana
degana yozuv bor ekan. Bu menga olib berib yuborasanki. Bo'ldi, berdingmi? Bo'ldi, mana bo'ladimi? To'g'ri, bu ustozga ko'rsa. Bo'ldi. Ustoz, men matematikadan tayyorlab keldim. Молодец, qani ko'rsat. Rustam, hozir matematika emas-ku? Menga farqi yo'q, mana ko'ring. Qara, ko'rdim. Mana joyga o'tir. Xo'p. Rahmat, Abror. Arzmaydi o'ta. Akbar nima qilib o'tiribdi? Shparlashmalarim. Ustoz, ovozingiz o'zgarib ketdimi? Ha. Tomoq o'ribdi, har turli o'zga o'tiribdi. Unda men ham. Xullas. Mana Shahroz bilan Madina. Eshitma. Xo'sh, ular ikkovi gaplashib o'tiribdi. Joyingga o'tir. Buncha zaybal aytordingiz. Qanaqa gaplaysiz? Qanaqa qilib gaplaysiz? Prezidentga aytaman. Bo'pti. Jiring bo'ldi. Zona qo'liman ketdim. Bunaqa gaplarni senga. Prezidentga chaqirdik-ku. Xo'p. Prezidentga endi kiramiz. Biz guruhlar sotadi. Endi bo'ldi prezidentga kiramiz, Kellang oyog'i, Bo'pti, nima fan hozir? Shuni ham bilmaysan, matematika-ku. Xo'p. Ustozni elashtirma. Xo'sh, Akbar chaqiror. Akbar o'rtoq, Joni chaqirmoqda. Joni chaqirotirsani. Akbar tezroq qara. Joni, nima deysan? Короче, sen onu fizurada mantali, jismoniy tarbiyada. Hop, seni ham tanlayman. Qizlar ham o'ynar ekan. Abror, men, Akbar, sen. Abror, hop. Davay. Shahroz qizlarga sotilgan. Ustoz ham o'ynaydi. Ustoz Shohrozdan. Bilat, ustoz yomon o'ynaydi lekin. Bo'pti. Boshqa kamerani olib qo'ysang-chi. Hop, bo'pti. Diring. Bo'ldi, fez ko'taradi. Boshlandi. Bolalar kiyininglar, men ham kiyinaman hozir. Endi yechib bo'pti. Sen ekanni bo'pti. Bola, fez ko'tardan so'ng ko'rishamiz. Hayır. Vaqtinchaga. Fez ko'tardan so'ng. Yedinglarmi, ustoz, yedingizmi? Davay bolalar biza uttashadilar, ularni. Chakagini o'chirtirib tashadi-yu. Birga bir o'ynaysanmi? Davay, kel davay. Menga sensiraman. Davay, chasib ketaman sizni. Nima chataman? Menga yosh olib ketdi. Bo'pti, davay. Unda stadionda kutib turaman-da sizni. Stadionlar qurilmadi-ku. Ko'chada boya o'ynadi-ku. Aytgancha, kamerani o'chir, bo'lmasa tayoqni oxirida qolasan. Bo'pti. Bola ikkinchi marta kechirasizlar. Mana u ustoz bilan o'ynayori. Chekagini o'chiray mana uni. Xo'p. Yeysiz. Fizkulturadan so'ng. Yedingizmi? Blar. Urmani, teng bo'ldik-ku. Yana bir marta o'ynamizmi? Yo. qoldi. Hop, endi keyingi safar o'ynaymiz. Bo'ldi. Bola yortashadi-yo'lardi. Qizlar chakagini o'chirib yotdi. Mana Shohroz ham o'ynab bilmas ekan. Men Shohroz ham o'ynaysanmi men bilan? Hazillashdim Shohrozman. Sen bilan o'ynab ko'ring. Keyingi fizkulturada ertasi mumkin. Bo'pti, ertaga o'ynab ko'ramiz. Abror. O'rtoq. Kirchi hozir nima? O'zbek tilimi? Rus tilimi? Yo, rus tili bugun yo'q. Ustoz o'ynayam o'tmas ekan. 5 soat edi-ku.
5 soat axir menga 3 soat dedi-ku. Shu 3 soat. Bir narsa bo'ldimi, do'stim? Ari kirib ketdi. Men ko'rmadim. Akbar ko'rdingmi sen qarini? Ha. Men qo'lim cho'qib oldi. Voy, og'riyapti. Ustoz, tez do'stimga bir narsalarni olib kelay. Ay, barmog'im. Ay, barmog'im. Ay. Ay, sen Shahroza, qo'limda Shahroza, mana uni Shahnoza. Mana sen doktorchilikda o'qiysanmi? Ha. Nima bo'ldi? Mana uni qo'lni davolashga narsalaring bormi? Ha, hozir. Davolayman. Qo'lingizni bering. Mazzaga chiqib kelay. Ustoz kech qoldi. Noringa ketaver. Xo'p. Sizlar qolasizlar, chunki uyga ishimni bajarmagansizlar. Bo'ldi, ustoz, ertaga ko'rishamiz. Xayrli tun. Abrordan ketmaydimi? Ha, u uyga ishimni bajarmabdi. Qo'rqatiladi. Ha, bo'pti. Abror, Akbar. Voy, bu kim bo'ldi? Kim bo'ldi bu? Ustoz, yordam bering. Yo'q, berolmayman, qafasga berilib qoldim. Voy, men boshim boksga qilmayapman. Voy. Mani yegatim bo'ling. Madinaman. Yo'q. Faqat. Rahmat. Men yuragim. Abror, Akbar bo'ladi. Xo'p, bo'ladi, o'rtoq. Bo'ladi. Yangi prezident kelganda ko'ramiz. Hop. Ichimizsin. Dada, men keldim, bo'ldi, tamam. Xo'p, bo'ladi. Olmasni joyiga qo'yib. Ha, bo'pti. Hozirdan olmas. Aytgancha, menda olmas buloq bor. Ana shundan olib ketasan ertaga. Shunga narsalar olmaysan. Oldin, xo'sh. Alo, men Shohruzman. Urshasan men bilan. O'zingga ketma shu Shahruz. Nega? Hozir urishib tashlayman bilan. Bo'ldi, ovozingni o'chir ol. Bolalar. Ishgal, короче. Shunga men video kameramni o'chirib turaman, bo'lmasa bu kamera buzilishi mumkin. Shahruz, savol aytamiz. Yaxshi Shahruz. Xullas, bir kundan so'ng. Kim bu bo'ldi? Ana, yo'qopti, bo'pti, meni yutding. Keyingi safar uchrashamiz. Shahruz senmisan? Ha, men kim bo'lsin? O'chira, chekingga o'tishsan. Alo, men prezidentman yangi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ikkinchi etajdagi uyda yashayman. Ana shu uyda ko'rvar narsalar bormi-ki, yashamoqchiman. Bo'pti. O'zim anumi ismi nima edi? Kattagina. Kutubxonasi ham bor-a? Ha. Bu yerda kichkina joy bor ekan. Mas kattagina uy. Kutubxonami?
kutubxonamizni hali uy-joylar solingan bo'lsa edi. Xo'p, bo'pti. Qachon kelasiz? Qachon bo'laydi? Ikkinchi qismida kelaman, xo'p. Bo'pti. Xayr. Ana shungacha 2000 ta like yig'sa. Xo'p, bo'pti, xayr. Bola, 2000 ta like yig'ib tashlanglar. Shunda prezident keladi ekan uyimizga. Davay. Xayrli tun. Voy bля. Alo. Alo, mama, ustozing maktabga kelmayapsan. Kechirasiz, ustoz. Ustoz? Ha! Hozir ustoz. Mana buni kiyib o'tirman. Voy bля. Bugun nima fanlar bor edi? Matematika, ona tili, rus tili, ingliz tili, Xo'p, jismoniy. bo'ldi, davay. Keyin endi biroz pul, endi biroz ovqat. Tushunarsan, jismoniy kiyimimni bekor kiyib yurgan ekanman. Bo'pti. Assalomu alaykum. Bo'pti. Hozir chechora kiyimimni. Bo'pti. Bu jismoniy kiyim bilan kiyib yurganini qaranglar. Xo'sh, bugun mana uyga o'smani kecha yozib qo'ygandim. Bugun daftarlaringni ham olib kel. Hali ham qo'ymadingizmi? O'chiring, Xo'p. Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom. Kecha aytganingizdek bir blog oldim. Xayr. Xo'p. Juda yashayapman. Xo'p. Ovqat yeyishim kerak. Ustoz. Assalomu alaykum. Bo'ldi, hamma narsam tayyor. Matematikami nima bo'ldi? Fizkulturami mana kiyimlarim bor. Fizkulturani chechib o'tir, kallangga oyog'im. Qani, obror. Qanday jingarim. Gaplashib o'tirmang. Akbar qanday? Joyingda o'tirmayapman men senga. Basharasiga tegmi? Bashara, hozir direktorni chaqiraman. Mana brat. Brat nima meni puling o'shingga qolsin. Bo'pti, davay kechirasan. Pullar uchun rahmat. Vachacha, man boyman. Jonni, keldingizmi? Vassalam. Bo'pti, xayr. Bugun katta tarafista. Bo'pti. Boş bo'pti. Endi bo'pti, men hozir kelaman. Yo'q, kelay. Az kelaman ustoz. Xo'p, tezroq kel. Aytgandek, joyga borib kelsangchi, biz ham ko'rardik. Xo'p. Pulingni olib ket. Jo'ram bo'lsa aytib berma. Jo'ram bo'lsa aytib berma. Xo'p.
aytmayman agar shu. Gaplashishingni. Bo'pti. Kim bilan? Men senga nima dedim? Onamni ko'rganlarimni. Hop. Bu Qanday ekan? Alo, telefondaman. ha, chesta ekan. Hali o'zgarmabdi ustoz. Ey, hozir katta nafs qachon bo'ladi? 2 soatdan keyin. Bo'pti. Biroq menga yordam ber. 2 soatdan so'ng. Bo'ldimi, ustoz? Katta, bering meni. Nima edi ismi? Katta tanaffus. Ha, o'sha. Ha. Pullaringni ollaringda sizlar do'konga chiqib kelaring. Yo'q, katta. Siz menga olib kelavering, men hozir nemni ko'rib oray. Agar telefon qolyapti, hech qaysi so'raveraring. Yo'q, bo'pti. Bo'pti, chao. Xo'sh, do'konga borish shart emas. Assalomu alaykum, dada. Xullas, uydan narsa olmoqchiman. Xo'p, olaver. Bo'ldi, 2 ta oltin oldim, yetadi. Bittasini ol. Hop, ikkitasini ol. Menga ikkitasi, senga faqat. Nega ikkitasi? Axir bittasi ham yetar edi-ku. Yeding-ku axir. Shunchaki. Xo'p. Xo'sh. Assalomu alaykum. Emas, sen kichkinaroq manga olib ketib beraman. Voy, rahmat, oltin olmayman. Birinchi marta ko'rishim. Zo'r. Rahmat sizga. Do'st, nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgan yo'q, qisib o'tir. Voy. Yemadingmi? Ha, bitta tashavering, yemayapman. Ha, yoqdimi senga? Yemagandim. Bo'pti, mana real tog'a beraman. Rahmat. Hozir oboraman. Nimaga olmading? Ololmayapman. Ustozga berib turaman. Xo'p. Salom, men senga beraman. Menga xiyonatingiz bo'ldimi endi? Bo'ldi, hazillashdim men senga. Men redmi senga. Men uyimda tiqilib yotibmiz. Hazillashdim. Mayli. Ol shuni. Uni shoxnasiga bering. Nimaga keldingiz? Rahmat. Telefon nomeringni aytchi. 94dan 413 11 Bo'pti. Rahmat. Almaydi. Stop. Ey. Ha? Madina, ustozga aytaver o'zing. Nima deb? Xullas, kitob daftarlarni olsanga berib turaman, hammasini tayyorlab, men nomimdan tayyorlab qo'y. Hop. Mayli. Oy, jo'ra qana. Ana ustoz chiqardi.
Voy, kim bo'ldi? Anu, qayerga ketding? Madina aytmadimi? Ha, Madina aytdi, sen tualetda kelsa hozir. Yaxshi. Bu yaxshi aldabdi ustozni. Nima? Telefonga hali ham qo'yilmadi. Qo'ydim mana, men tualetdaman. Bo'ldi, tamam, qo'yildi. Endi bu yoqqa borib, xo'sh. Qachon darsdan chiqish bo'ladi ekan, a? Qo'ydim, oldim. Hozir qo'ydim. Kim orada? Madina. Sirtda gaplashib olaman. Yo'q, kel. Ko'zingizga ko'rinyapman. Yo'q, dedim. Voy, urishyapti. Yo'q, kel. Madina, bu yoqqa kel. Sen shapatiysan shuning uchun. Wow. O'zing shapatiysan hozir, ustoz bo'lsang o'zingga. Nima? O'zga ataysan. Ma, Uyingizga boring, kam. Ciao. Ay, bla. Assalomu alaykum dada. Hozir. Va alaykum assalom. Au! Voy, nega bor. Madina bilan gaplashib olishim kerak. Voy, nima bo'ldi? Assalomu, ustoz eshitib qoladi. Xo'p. Aka, engizga boring, nima bo'ling? Men engizda telefon qilaman. Balkim bugun chiqarsan. Chiqolmayman. O'zim chiqaraman. Kechroq bo'lsin. Xo'p. O'zim uraman. Xo'p. Xo'sh, banakka chiqib gaplashib olishim kerak. Xo'sh. Alo. Qo'mayapti-yu. Xo'sh, maktabga bitta borib kelay qani, nima bo'ldi? Alo. Nega telefon urgandingiz? Uxlab qolibman. Bo'pti, hozir boraman. Men uydaman. Shu yerda ekansan-ku. Ha, tovush olib keldim yana. Yeysan. Endi bugun chiqaraman, hozir chiqaraman. Xo'sh. Taq. Kim bu? Menga boradi, qanaqa? Nima bo'ldi? Moriga ket, hozir meni grib etasan. O'z qanaqa yo'q? Yo'q, yonimga. Xo'p. Voy! Yana isham shunaqa kelding? Voy! Buyoqqa keldim. Bugun seni chiqaraman. Nima chiqaraman? Buyoqqa keldim. Madina urvor buni. Xo'p, ustoz. Yana bir marta urvor. Xo'p. Voy. Og'ir
uridimi? Yo'q. Bugun chiqaraman. Yo'q, kelmadim Tashchili. Yo'q, kelmadim, hozirdan chaqiraman. Dadam uyda uxlayapti. Alo. Qo'ydimmi? Ha, so'z. Nima bo'ldi? O'g'lim yana bitmarda qichirish eshitdimi? Yo'q, kaltagini bu safar. O'g'lingizga ayting. Xo'p, aytaman hozir. Shohrozni urib, sarofindagi dostona urib, burnini qaratib, ko'zini shishartirib qo'ydi. Hozir uni Milliy gvardiyaga beramiz. Yo'q, bermang. Xohlagan pulingizni beraman. Xo'p, ertaga menga bugunoq menga yonimga kelsin. Va uni uylantiramiz. Xo'p, ustoz. Hozir to'yga tayyorgarlik etaman. Dada? Yaqin, kimlarningdagi seni uylantiramiz. Aldavasiz. Aldab turmayapmanmi, ustozing aytdi. Kiyimlaringni keyingi qismda. Bolalar, obunachilar keyingi qismda ko'rishguncha hammaga xayr. Bugungi serial shunaqa bo'ldi. Obuna, like